Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana 35-domda 72 kvadratlik xonadonimizda gazavlok ishlari tugadi. Xuddi shunday bo'ladi. Yo spalna, yo zal. Yana bitta spalna. Balkoni. Balkon rosa katta. Mana vid. Hop. Sanusiz dushi. O'sha burchakdan kuxnya tushadi. Yog'i zal bo'ladi katta. Bu 61,5 kvadrat olganlar uchun 61 kvadratlik uyimiz. Sanuzul dush, bitta spalna. Bitta mebeldan kuxnya tushadi. Bu balkon. Shunday bo'ladi. O'ng qo'lda 44 kvadratlik. Shunday ko'rinishda bo'ladi. Buni sanuzul dushi, oshxonachasi bo'ladi. Oshxona bo'ladi bu yoq. Bunisi 30 kvadratlik. Sanuzul dushi. Mana balkoni. Kvadrat xonadonimiz. Chiqamiz. Bunisi 25 kvadratlik xonadonimiz. Sanuzul dushi. Shunaqa bo'ladi. Bu yerdan oshxona tushadi. Bir xonali bo'ladi. Bunisi 38 kvadratlik xonadonimiz. Yoz spalna bo'ladi, sanuzul dush. Shundan bitta yana xonamiz bo'ladi. Bunisi balkoni. Balkon. Shunday bo'ladi. Yozgi zal bo'ladi. 61 kvadratlik.